Assalomu alaykum. Uzumchilikka, bog'dorchilikka qiziqadigan aka-ukalar va opa-singillar va biz uchun qadrli va aziz bo'lgan bobo dehqonlar. Bugun 2025-yil 1-oktyabr sanasi. Bugungi videomizni chiqarishimizdan maqsad mana bu uzumimizning bandi kasalliklaridan va olduyum kasalliklardan va mana bu donlari yorilib chirish va qurt tushishi va hokazo boshqa hasharotlardan qanday himoya qilamiz va ularga erta bahordan to kuz faslining sentyabr oyigacha qanday ishlovlar beramiz, shular haqida gaplashib o'tamiz. Bizning Xorazm sharoitida kuz faslida uzumlar ko'miladi. Agar ko'mmasak sovuq urib ketish ehtimoli katta. Sovuq urmagan holda ham uzumning mevasining sifati qochadi. Kelasi yil hosil berganda sifatsiz meva beradi. Shuning uchun biz kuz oyida uzumlarimizni ko'mamiz. Bahor faslining mart oyining 20-sanalarida havo iliq kelsa uzumlarimizni ochamiz. Aprel oyining oxirlarida va may oyining boshlarida uzumlarimizni xomtak jarayoni bo'ladi. Xomtak olganimizda bir nartdan ikkita bosh chiqqan bo'lsa, yirik boshini qo'yib, mayda boshini olib tashlaymiz va uzumimizning narti ojiz bo'lgan novdalarni olib tashlaymiz. Faqat mevasini pishirib biladigan yirik novdali nartlarni qo'yamiz. Xomtak deganda hamma dehqonlar biladi. Maqsad uzumni siyraklash va bir oy o'tgandan keyin uzumlarimiz gullab g'urra tuyadi. Xuddi mana shunaqa qilib, mana shunday qilib g'urra tuyadi. Bu ikkinchi hosili. Mana shunday g'urra tuyadi. Paxta chigitidan sar yirikroq bo'ladi. Mana shunday holga kelgandan keyin biz iyun oyining boshlarida uzumlarimizga bandi kasal tushmasligi uchun, birinchi bandi kasaldan saqlashimiz uchun, olduyum bandi kasalligidan saqlashimiz uchun ximический dori sepamiz. Shu yerda savol tug'iladi, qanaqa dori sepish kerak degan. Ximический dori bandi kasalliklardan saqlash uchun deb. Bandi kasalliklardan saqlash uchun biz Germaniyada ishlab chiqarilgan Strobi degan dori sepamiz. Strobi dorisi uzumning barcha bandi kasalliklardan himoya qiluvchi vosita. Uning ko'rinishi malla xuddi kofening, ko'p odam qahva deydi, ko'p odam kofe deydi, shunda tushunadi. Kofening rangida bo'ladi. Kukundek bo'ladi. Sveti malla bo'ladi. O'sha Strobi dorisidan 4 gram o'lchab olamiz va 1 litrlik suvga, baklashkaga suv solamiz. Masalan, mana shuni tasavvur qiling. 1 litrlik baklashka deb shunga suvdan to'ldiramiz. To'ldirganimizdan keyin 4 gram Strobi dorisidan o'lchab solamiz va qopqog'ini mahkamlab, yaxshilab chayqatib 2 soatcha qo'yamiz. 2 soatcha qo'yganimizdan keyin mana bunaqa 16 litrlik dori uzumlarimizga dori sepadigan apparatimiz bor. Shunga 15 litr suv solamiz mana shu yerga keyincha. Keyin mana bu Strobi dorisini yaxshilab chayqatamiz 2 soatdan keyin. Mana shu 15 litr suvga 1 litr Strobi dorisini eritib qo'yganimizni qo'shamiz. Qopqog'ini ochib qo'shamiz. Qo'shganimizdan keyin
uzumlarimizga yaxshilab ichida mana bu o'zining sepadigan apparat tayoqchasi bilan qorishtirib uzumlaringizga sepamiz. Uzumlarimizga sepishdan oldin yoddan ko'taribdi. Mana bu uzumlarimizga mana bunaqa barglari yaqin holda turgan bo'lsa olib chiqamiz. Nega deganda bu uzumimizga dori sepayotganda xalaqit beradi. Mana bu uzumga tegmay qolishi mumkin. Shuning uchun 1-2 yaproqni olib chiqamiz. Juda ochib tashlamaymiz. Faqat mana shu boshga dori sepganda xalaqit qilib turgan yaproqchalarni olib tashlaymiz. Va strobi dorisini sepib chiqamiz bir marta iyun oyining boshlarida. Keyin bir 10 kun o'tgandan keyin Agro Nurel degan dorimiz ham bor. Agro Nurel ko'p odam men shevimga tushunmaydi, shuning uchun qayta tushuntiryapman. Qayta gapirayotganimiz sababi shunda. Biz Xorazmdan bo'lgandan keyin hamma ham shevamizga tushunavermaydi. Agro Nurel degan kurtga qarshi dorimiz bor. Iyun oyining 10-sanasida uni ham 3 grammdan mana shu 15 litrlik zapravkamizga mana shu yerga suv to'ldiramiz 15 litrgacha. 3 gram qo'shamiz Agro Nureldan va mana shu uzumlarimizga sepib chiqamiz. Orasi 10 kun bo'ladi. 1-iyunda strobi plus dorisini 4 gram qo'shib sepganimizdan keyin 10 kun o'tgandan keyin Agro Nurelni sepamiz. Keyin to avgust oyining boshlarida yana bir marta shu takrorlanadi. Strobi dorisidan 4 gram yana 1 litrik boshida eritamiz va 2 soatcha qo'yamiz. 2 soat qo'yganimizdan keyin yana shu 15 litr suvga qo'shib uzumlarimizga sepib chiqamiz. Lekin o'sha strobi dorisini baklashkada shu kun eritdingizmi? Shu kunning o'zida sepishimiz kerak. Ertanga qolsa nojo'ya ta'sir qilishi mumkin yoki effekti qochib qolishi mumkin. Yaxshi ishlamasligi mumkin bandi kesaklarga. Strobi dorimiz bandi kesaklarga juda ham zo'r ishlaydi. Bizning uzumlarimizda 99% dan ham ko'proq foiz bandi kasalliklar yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Bandilar top-toza uzumlarimizning. Keyin avgust oyida strobi dori sepganimizdan keyin yana bir 10 kun o'tgandan keyin yana Agro Nurel dorisini yana bir marta uzumlarimizga sepib chiqamiz. 3 gramdan qo'shamiz 15 litr suvga Agro Nurel kurtga qarshi dorisi. Avgust oyining 10-sanasida sepamiz uni. Va sentyabrning 5-sanalariga kelib qaytadan strobi dorisini 3-marta mana shu uzumlarimizga sepamiz. Unda so'nggi 3-marta sepayotganimizda strobi dorisini 4 gramdan qo'shib qo'yayotgandik boshida. Sentyabr oyiga kelib 3 gramdan qo'shamiz. Nega deganda mana uzumlarimiz pishib, yetilib bo'la kelgan bo'ladi. Unda mana bu terisi yupqalashadi. Dorini kamroq qo'shish kerak. 3-dorisida 3 gramdan qo'shamiz strobi dorisini. U bandi kasaklar uchun ishlaydi. Yana bir bor aytib o'taman. Ko'p odam shevamga tushunmaydi. Shuning uchun qayta aytyapman. Mana uzumlarimizning holati. Strobi dorisini sizlarga ham tavsiya qilaman. Bandi kasalliklarda ham juda ham zo'r saqlaydi. Uning tarkibida 80% oltin gugurt moddasi bor. Germaniyada ishlab chiqarilgan dori. Juda ham zo'r effekti. Deyarli 100% plasdan saqlaydi. Biz yilda folikurt separdik. Uzumlarimizga plus 20% 30% tushardi.
oldirish kasalliklari. Strobi dorisidan bu yil foydalanib ko'rdik. Effekti juda ham zo'r ekan. Bizga maqtagurlaricha bor ekan. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Juda ham zo'r dori. Sizlar ham mana shunaqa sifatli, bandi toza, chirik, yorilish yo'q uzum yetishtiraman desangizlar, Strobi dorisini seping. U 200 gramlik idishda bo'ladi. Rasmini ekranga, videoning ekraniga qo'yib qo'yaman. Qutisi yo'q edi menda, faqat suratga tushirib olganman. Amalda ko'rsatib berardim u. O'sha Strobi dorisidan hozircha bizda qolmagan. Shuning uchun og'zaki ravishda tushuntirib o'tyapman. Bizga like bosing, obuna bo'ling. Biz albatta xursand bo'lamiz. Keyingi videolarimizda uzumlarni qanday qilib ko'mishdan oldin qanday qilib qirqamiz va unga qanday ishlovlar berib ko'mamiz. Shular haqida sizlarga ma'lumot beraman. Fikrlaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiring. Biz albatta xursand bo'lamiz.